O'ta shikoyatim shu. Bir dona o'g'il nevaram bor mana ko'ryapsiz. Chiroylikkina. Shu bir yasharga tuz to'planib qolibdi. Juvaridek bo'lib qolibdi. Shuni sizni oldingizga Toyirjonmi otingiz? Ha, Toyirjon. Sizni oldingizga shu atdan Shoh Abbos degan bola jo'natdi. Kelyapman. Qayerdan kelyapsizlar? Men Qo'shtepa tumani. Nima shikoyat bo'lyapti? Shikoyatim shu siyganda qisib olyapti chotini yig'lab. Yozilganda ham shu. Qachondan beri bu shunaqa Bu bo'lyapti? 2 oydan o'tdi. Xudo. 2 oydan o'tdimi keling? 2 oydan o'tdi. Ko'rindinglarmi o'zinglarda biron joyda O'ziga ko'rinmadi? ko'rindik, hozir o'ziga tushdik. Tosh bor ekan, no'qat deymiz. 1 yoshli bolalarda ham bo'lganmi? Bo'ladi. Yo'q, bo'lmagan, bo'lgan endi bo'ladi. Ana tushgan uyda tushding nimasi? Alloh rozi bo'lsin sizdan. Kam bo'lmang. Bu bolani qovug'ida o'sha 1 santimetrdan kattaroq tosh bor deyapti. 5-6 yil oldin bu bolachalarda o'sha tosh bo'lib qolsa, uni qonini kesib, yorib,